Qalbi go'zallarim, bugun sizlar bilan judayam mazali chiqadigan lakomka tortini tayyorlanishini o'rganamiz. Ushbu tort faoliyatim davomida eng ko'p buyurtmaga tayyorlagan tortlarimdan hisoblanadi. Birinchi qiladigan ishimiz jelatin bo'ktirib qo'yamiz. Endi esa muzli qaymog'imizga zgushonie molokoni solib aralashtirib olamiz. Ushbu qaymoqli aralashmamizni esa alohida idishga 400-500 grammchasini o'lchab olamiz. Shu o'lchab olgan qaymoqli massamizga kakao solib mikser qilib olamiz. Chunki tortimizning birinchi slovkasi shokoladli krem bo'ladi. Ushbu tortimiz uchun bizga shokoladli biskvit kerak bo'ladi. Shokoladli biskvit retseptini esa sahifamdan topsanglar bo'ladi. Biskvitimizga atstatni plyonka o'rab, qolipga joylashtirib olamiz yaxshilab. So'ng shokoladli kremimizni surib olamiz. Kremimiz ustidan keyingi biskvitimiz bilan yopganimizdan so'ng lakomkali nachinkamizni tayyorlashni boshlaymiz. Qolgan qaymoqli massamizni yengil ko'pik qilib mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Bu orada jelatinimizdan bo'kib chiqdi. Mikrovolnovkada eritib olgandan so'ng qaymoqli massamizga solib, yana mikser qilib olamiz. Ushbu lakomka nachinkaga xohlagan mevalarni yana qo'shib solsanglar bo'ladi. Men apelsin, kivi, banan to'g'rab soldim. Xohishga qarab shokolad ham solamiz. Oxirida muzlatilgan malina ham soldim. Agarda muzlatilgan meva soladigan bo'lsanglar, oxirida solinglar, chunki kremimiz tarkibida jelatin borligini hisobiga muzli mevalarni boshida solib qo'ysanglar, kremili tez qotib qoladi va qolipga solishga qiynalasizlar. Tortimizni zborka qilib olgandan so'ng bir kunga morozilkaga qo'yib olamiz. Yaxshilab qotib olgach, ustini xohishga qarab bezatsanglar bo'ladi. Ushbu tortni bezatilishini esa sizlar bilan keyingi videolarda o'rganamiz. Albatta sahifalarimga obuna bo'lib olinglar.